Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qeynamsızda qıtınlar ekranımızda olsun. Angliyadagi 40 universitet Xitoy organlari bilan hamkorlashgan. Angliyadagi 40 universitetning turli jinoyatlarga chetishlik bo'lgan Xitoy organlari bilan hamkorlashganligi oshkorlangandan keyin g'ulg'ula qo'zg'adi. Angliya axborot organi vaqt gazeti bir necha kun burungi xabarda Angliyadagi donglik Cambridge universitetini o'z ichiga olgan 40 universitetning Xitoyning ko'plagan organlari bilan hamkorlik o'rnatib kelganligini, mazkur organlarning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Xitoyning davlat mudofaa tadqiqoti, josuslik, tor hujumi qatorliq ko'plagan jinoyatlarga chetishlik ekanligini oshkorlagan. Xabarda qayd qilinishicha, bularning ichidagi bir qism universitetlar Beijing Avasiya va Olam qatnashi universiteti qatorliq Xitoyning mudofaa sohasidagi xalqaro 7 universitet bilan hamkorlik o'rnatgan. Halbuki Xitoyning bu 7 universiteti harbiy qism uchun chet elning ilm-fan natijalarini o'g'irlaydi deb ayblanib, Amerika hukumatining jazo tizimligiga kirgizilgan. Xabarda aytilishicha, Angliya universitetlari bilan Xitoy organlarining hamkorligi sobiq bosh vazir Cameron vazifa o'tayotgan davrda o'rnatilgan. Garchi ko'p qism hamkorlik turlarida xatar mavjud bo'lmasa-mu, Avstraliya strategik siyosat institutining baholashicha, o'tgan 5 yil ichida Angliyaning 42 universiteti kishini andishiga soladigan Xitoy organlari bilan hamkorlik o'rnatgan. Buning ichidagi 22 hamkorlik turi intayin xatarlik deb baholangan. Bu xabar e'lon qilingandan keyin Angliyaning bir qism parlament a'zolari mazkur universitetlarni ogohlantirib, Xitoy harbiy organlari bilan vositalik hamkorlashib qilish va Xitoy rejimining xalqni bostirishiga yordamlashib qilishdan saqlanishi kerakligini ta'kidlagan. Blinken Xitoydagi inson haqlari masalasiga ko'ngil bilishga chaqirildi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoy ziyorati yaqinlashayotgan bir paytda ko'plagan tashkilotlar uni Xitoydagi inson haqlari masalasiga ko'ngil bilishga chaqirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken kelar oyning 5-ida Beijingga ziyoratga boradigan bo'lib, Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price 24 yanvar Twitter hisobida Blinkenning chet eldagi ko'plagan tashkilotlar bilan ko'rishib, Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong va Xitoyning boshqa joylaridagi inson haqlari dafsandichiligini anglab o'tganligini bildirgan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, bir qism faoliyatchilar Blinkenning bu qitimli Xitoy ziyoratida inson haqlari masalasini tilga olishini umid qilganligini o'tirg'a qo'ysa, yana bir qism shaxslar uning Xitoyga yumshoq pozitsiyada bo'lishidan andisha qilayotganligini bildirishgan. Navbatda Amerika tashqi ishlar ministrligi Blinkenning Beijing ziyorati jarayonida Xitoydagi inson haqlari masalasini tilga oladigan olmaydiganligi va shundaqli Xitoyga bularni tuzitish haqida ogohlantirish beradigan bermaydiganligi haqida texi ifoda bildirmagan. Xitoyda ishlangan oila elektr saymonlari tekshirilmoqda. Angliyada Xitoyning oila elektr saymonlariga o'rinlashtirilgan mikro o'zaklar orqali sonliq ma'lumotlarni to'plaganligi o'tirg'a qo'yildi. Eng yangi xabarlar to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, yaqinqi yillardan buyon texnikaning taraqqiy qilishiga ergashib, turmushda ishlatiladigan telefondan tortib oila elektr saymonlarigacha hammasining aqliy iqtidorli bo'lishi ba'zi andishalarni elib kelmoqda. Angliyada yangidan e'lon qilingan dokumentda Xitoyning oila elektr saymonlariga qo'yilgan mikro o'zaklar orqali sonliq ma'lumotlarni to'play oladiganligi to'g'risida uchurlar o'tirg'a chiqqan bo'lib, buningga asosan Xitoy to'nglatqu yoki boshqa aqliy iqtidorli oila elektr saymonlari orqali Angliyaga josuslik qilishi mumkin ekan. Mazkur dokumentdan keyin Angliyada andisha paydo bo'lgan bo'lib, dokumentda Xitoydagi 3 shirkatning aqliy iqtidorli uskunalarida dunyo bozorining 54%ni egallaydiganligi ta'kidlandi. Angliya matbuotlari yana o'zak orqali Xitoy rejimini sonliq ma'lumot eqimi bilan ta'minlagili bo'ladiganligini tilga olgan bo'lib, mushu oyning 5-ida Angliya hukumat mashinlarida Xitoyning iz qo'g'lash uskunalari tepilgan. Navbatda Xitoy mahsulotlari mayli sifat jihatdan bo'lsin, mayli bexatarlik jihatdan bo'lsin, dunyoning har qaysi joylarida jiddiy gumon paydo qilmoqda. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylikning yangi pallaga chiqishi mo'ljallanmoqda. Amerika Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosining Tayvanga qilgan ziyorati Xitoyning qattiq inkosiga va bearam bo'lishiga sabab bo'lgan edi.
Növbəti Yeni Avam Palatasining boshlig'i Kevin Makkartining Tayvanga ziyorat elib boradiganligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, bu Xitoy Tayvan jiddiyligini kuchaytirib qolmay, Amerika Xitoy o'rtasidagi jiddiy kayfiyatni yangi bir pallaga ko'taradiganligi tilga ilinmoqda. 2022 avgustda Avam Palatasining sobiq boshlig'i Nancy Pelosining Orolga qilgan ziyoratidan keyin Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ziddiyatning bu qitimli ko'rilishi mumkinligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Amerika Avam Palatasining yangidan saylangan parlament a'zosi Kevin Makkartining bu yil Tayvanni ziyorat qiladiganligi o'tirg'i qo'yildi. Washingtonda turishliq Punchbow xabarlari Davlat Mudofaa Ministrligining Makkartining ziyoratiga tayyorlik qilayotganligini xabar qildi. Tayyorlikqa bevosita qatnashgan amaldorni asos qilgan xabarlarda Aqsaray amaldorlarining bu ziyoratning atiyozda elib berilishini umid qilganligi xabar qilindi. Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi Kevin Makkarti parlamentning o'tir mezgillik saylimida partiyasi Avam Palatasida ko'p sonliqqa erishgandan keyin demokratchi Nancy Pelosining o'rniga 15 aylanma talash tortishdan keyin saylangan va 7 yanvar qasam bergan edi. Makkarti boshchiligidagi yangi parlament hukumati o'zlarining tunji harakatida Xitoy bilan bo'lgan raqobatni oldingi o'ringa qo'ydiganligi to'g'risida signal berdi. Yangi qurultayning tunji qonun chiqarish harakatlarining biri Avam Palatasida Amerika Xitoy raqobati alohida komiteti qurish bo'lgan edi va bu komitetga Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi Mike Gallagherni tayinlagan edi. Mo'ljallanishcha Makkartining bu qitimliq ziyorati sobiq rais Nancy Pelosi Orolni ziyorat qilganda yuz berganga o'xshash Xitoy bilan Amerika o'rtasida ziddiyat keltirib chiqarishi mumkin ekan. Tayvanni Xitoy zamanining bir qismi deb qaraydigan Xitoy rejimi o'z vaqtida Nancy Pelosining ziyoratiga qarata bundaq yuqori darajalik siyosiy arbobning talash tortishdagi Orolni ziyorat qilishining egilik huquqiga daxl taruz qiladiganligini, agar ziyorat qilinsa harbiy inkosni o'z ichiga olgan holda keskin javob qaytaradiganligini Washingtonning oqibatga mas'ul ekanligini bildirib propoza qilgan edi. Blizzard shirkati Xitoy bozoridan chekinishni qaror qildi. Oyun magnati Blizzard shirkati Xitoyning besimlari sababli Xitoy bozoridan chekinib chiqishni qaror qildi. Gerçi Xitoy 1 milliard 400 million nüfusi bor barliq sohalar uchun eng muhim bozorlarning biri bo'lsa-mu, ammo Xitoyda shirkatlarga qo'llanilgan qattiq qoidalar nurg'un shirkatlarning bu rayonda tijorat qilishini qiyinlashtirmoqda. Hatto ba'zida mumkinsiz qilib qo'ymoqda. Kino studiyasidan tortib o'yin shirkatlarigacha bo'lgan nurg'un shirkatlar Xitoydagi faoliyatini davomlashtirish uchun ko'rinarlik yo'l qo'yishga majbur bo'lsa-mu, ba'zida hatto bu yo'l qo'yishlarmi Xitoy uchun yetarli bo'lmaydigan bo'lib, buning eng yangi misoli Blizzardning beshiga kelganlar bo'ldi. Oyun dunyosidagi eng utuq qozonganlarning biri bo'lgan Blizzard uzun tirishchanlik ko'rsatish natijasida erishmoqchi bo'lgan narsaga erisholmaganligi uchun Xitoydagi faoliyatini to'xtatishni qaror qildi. Xitoydagi NetEase shirkati bilan hamkorlashish orqali Xitoydagi mavjudligini saqlab qola olgan bu shirkat NetEase bilan bo'lgan to'xtamni uzartish suhbatida ko'ngildagidek natijaga erisholmagan. Bu shirkat endi Xitoyda tijorat qilmag'achqa u yerdagi mulozimatlarni taqib etadigan bo'lib, Xitoydagi o'yin o'ynag'uvchilar boshqa mulozimatlarga kirib, bu o'yinni o'ynashga majbur bo'lib, Xitoyning torni qattiq kontrol qilishi buningga yo'l qo'ymaydi ekan. O'ynag'uvchilarning VPN ishlatishdan boshqa amali yo'q bo'lib, ammo buningmi Xitoyda uncha osonga to'xtamaydiganligi bildirilmoqda. Ya'ni urush paraxoti, Hearthstone qatorliq danglik o'yinlar Xitoydagi millionlagan o'yin havaskorlari asosan erisholmaydigan narsaga aylangan. Yaponiyada cho'kib ketgan yuk paraxotida 14 Xitoy xodimining borligi bildirildi. Yaponiyaning Nagasaki o'lkasi dengiz tavallikida 22 xodimi bo'lgan bir yuk paraxoti cho'kib ketdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yaponiyaning rasmiy xabar agentligi Kyotoning xabar qilishicha, Hong Kong bayrog'i esilgan 6551 tonnalik Jintan yuk paraxoti Nagasaki dengiz tavallikida cho'kib ketgan. Danjo orollarining 110 kilometr g'arbida cho'kib ketgan paraxotdagi 22 nafar xodimdan 4tining qutqizib olinganligi bildirildi. Yuk paraxotidagi xodimlardan 14 nafarining Xitoy fuqarosi, 8 nafarining Burma fuqarosi ekanligi uqtirildi. Yaponiya dengiz sohili muhofazat atrati qolgan xodimlarni qutqizish xizmatlarini davomlashtirmoqda. Angliyada panohlik tilagan bolalarning yo'qolib ketganligi bildirildi. Angliyada panohlik tilagan 200 ga yaqin bolaning hukumat boshqarayotgan yotoqlarga o'rinlashtirilgandan keyin yo'qolib ketganligi bildirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Angliya Ichki ishlar vazirati amaldori Simon Murray
Avam palatasidagi so'zida panohlik tilagan 200 dak balaning yo'qolib ketganligini o'tirg'i qo'ydi. U hukumat boshqarayotgan yotoqlarga o'rinlashtirilgandan keyin yo'qolib ketgan nurg'un balalarning iz qo'g'lab tekshirish natijasida tepilganligini bildirdi. Mazkur balalarning ichida bir qiz va kam deganda 16 yoshdan tuvan 13 kishining borligini, balalarning 88%ning Albaniya fuqarosi ekanligini tilga olgan Murray, balalarning g'oyib bo'lish sababini umumlashtirib o'tirg'i qo'yishning xato ekanligini so'zlariga ilova qildi. Amerika Ukrainani Abrams tanklari bilan ta'minlaydi. Amerika prezidenti Joe Bidenning musha hafta ichida Washingtonning Ukrainani M1 Abrams nomli tanklar bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilganligi bildirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, bir Amerika amaldori bayonot berib, Prezident Biden bu hafta Amerikaning Ukrainani M1 Abrams tankisi bilan ta'minlaydiganligini e'lon qildi dedi. Mazkur amaldor e'lon qilinishi planlanayotgan yordam planining 30 dan 50 kishi tankini o'z ichiga oladigan Abrams batalyoni bo'lishining mumkinligiga ishorat qilib o'tdi. Washington hukumatining bu qadami Germaniyaning Amerikadan ilgari Ukrainani tanki bilan ta'minlashga qizg'in qaramayotgan va Germaniyada ishlab chiqarilgan tanklarning boshqa davlatlar tarafidan Ukrainaga berilishi texi ma'qullanmagan bir paytga to'g'ri keldi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.